boshlaylar qadrdonlar. Mana. Ko'rsatma mana B7. Mana oldimizda Genesis. Xo'sh, bu mashinamiz nima ekan? Palisade. Hyundai Palisade. Li'ni ishqibozlari bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Mana Li. Yaxshi ko'rinyaptimi? Kim kirgan bo'lsa, yozib yuboringlar menga. Mani eshityapsizlarmi? Yaxshi ko'ryapsizlarmi? Kim efirga kirgan bo'lsa, сообщение yozib yuborsin menga. Ko'rinishi yaxshimi? To'rt kishi efirga kiribdi. Ovozlarim yaxshi chiqyaptimi? Yozib yuboringlar, u bu kim? Kim bor efirda? Yetti kishi kiribdi. Hozir men hali ham kutyapman sizlardan сообщение. Efir ovozi yaxshimi? Ko'rinishi yaxshimi? Videoni o'shani yozib yuboringlar. O'n kishi mana sekin-sekin kiryapti. Mana men Avenue Motors'daman. Sizlarga aytdim, qiziqarli efirlar olib beraman deb. Mana birinchi Li'dan boshlaymiz. Li'ni rangi o'zi kim Li olmoqchi bo'lsa, iloji bo'lsa qora emasda, qoralar chunki ko'p. Mana bunaqa bir ajoyib ranglardan tanlasanglar bo'ladi. Bu seri rang ekan bu, och. O'zi premialniy avtomobil olgan odamlar ranglisidan olish kerak. Endi biz qora oqqa o'rganib qolganmiz. Odatda o'sha qora ham yomon emas, qora zo'r. Doimiy talabga ega rang, lekin bari inomarka ranglilari ham bari boshqacha turadi. Xullas, mana Palisade ko'ryapsizlar. Hyundai Palisade bu. Endi mana bu yoqlarda Mercedeslar, men bir chetdan sizlarga olib ketaveray mana. Bir chetdan bu Toyota minivan ekan bu. Mana bunaqa minivan bu. Minivan. Like'larni bosishni boshlaymiz, qadrdonlar. Gibridniy ekan bu. Sienna, Toyota Sienna. Ancha kuzovlari katta ekan buni ham. Mana bu Lexus. Cho'tta efir yaxshi chiqmadimi deyman-da. Kim bor efirda?